Bolalar Marianne zerikdim. Uyga yotib olib video qilishim kerak yo'qmi? Menimcha bu obrazni editlarda ko'rgansiz. Uni bizga Sigma Man qilib ko'rsatishadi. U tashqaridan kuchli bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin ichkaridan zaif. Telegramdagi ba'zi yosh bolalarni ko'rsangiz, profiliga Patrick Batemanning rasmini qo'yib olgan. Vor aralash panatkasiga Tog'im biladi, odamga o'xshab gaplashishni bilmaydi. Aqli bor odam ularni prosta cringe deb biladi. Lekin ba'zi qo'ylar uchun bu chala Sigma vachchalar pizdes kurtoy bo'lib ko'rinadi. Bu videoda men sizlarga bu narsani noto'g'riligini va amerikalik psixopat kinosi o'zi aslida nima haqidaligini tushuntiraman. Bitta narsani tan olishim kerak, bir paytda men ham Patrick Batemanning rasmini Telegram profilimga qo'yib olardim. Amerikalik dalboyob kinosini birinchi marta ko'rganimda ma'nosiga tushunmaganman. Yaqinda u kinoni boshqatdan ko'rganimda bitta narsani tushundim. Rejissyor Mary Herron kinosida Patrickga maqtamagan, naparot uni masxara qilgan. U doim boshqalarning tasdig'iga muhtoj, odamlarning tashqi ko'rinish, status va vizitkasi bilan baholaydi. U qahramonda 3 ta qorong'u xususiyat, narsissizm, makibalizm va psixopatiya bor va bu 3 ta xususiyatga dark triad deb aytiladi. Narsissizm bu o'zini hammadan ustun ko'rish, makibalizm manipulyatsiya va ikkiyuzlamachilik qilish, psixopatiya bo'lsa impulsivlik va tajovuzkorlik. Patrick ayollarni obyekt sifatida ko'radi. Ularga zo'ravonlik qilish orqali o'zini kuchli his qiladi. Bunaqa odamlarga Sigma yoki erkak deb aytib bo'lmaydi. Politsiya uni tutib olishiga oz qo'yganida qochishga ulgurib, o'zini oqlash uchun advokatga telefon qiladi. Men Paul Allenni o'ldirdim va bu menga yoqdi. Ammo buni bo'lishi mumkin emas. Nega yo'q, sen espas ablah? Chunki Londonda u bilan 2 marta tushlik qildim. Unda psixik buzilishlar shunchalik kattaligidan qaysi ishini real hayotda qilgan va qaysi birini xayolida bajargan o'zi ham bilmaydi. Lekin muammo unda emas. Muammo endi u o'zini rostdan ham zaif his qilishni boshlaganida. Mary Herron amerikalik psixopat kinosini suratga olish orqali 80-90-yillardagi ko'cha madaniyatini, materializm va qo'shtirnoq ichidagi erkaklikni tanqid qilgan.